Assalomu alaykum, hurmatli biz kuzatuvchilarimiz. Ancha bo'ldi TikTok orqali sizlarga chiqish qilmaganimga. O'zingiz yuzingizga nima foydalangansiz bugun degan savollar juda ham ko'p beriladi. Bitta narsani eslatib o'taman. O'zim kunduzi ishga chiqishdan oldin foydalanadigan narsalarim juda ham kam, juda ham sodda makiyaj qilaman. Ya'ni SPF dan foydalanaman. Birinchi o'rinda SPFdan keyin pat makiyaj bo'lgan bazadan foydalanaman va BB krem. Bu yuzingizdagi barcha, agarda sepkilingiz bo'lsa, agarda dog'ingiz bo'lsa, agar yuzingizda qanaqadir shramlar bo'ladigan bo'lsa, hammasini yopib beradigan BB krem. Bu yuzingizni rangiga qarab turib, keyin o'sha rangi o'zgaradi. Ya'ni biroz to'qroq, lekin yuz teringizga moslab, sizni yuzingiz oq rangli bo'ladigan bo'lsa, teringizga moslashib ketadi. Ya'ni o'sha oq rangga aylanadi. Bu juda ham zo'r. Va shu bilan birgalikda Absolute BB krem. Buni yuzimni toniga, rangiga moslab 21 raqamidan foydalanaman. Eslatib o'taman, bizlarni ertalabki yuzimizga makiyaj qilib chiqib ketayotgan kremlarimiz muhim emas. Muhimi bir kun oldin tunda tozalangan yuzimiz muhim. Sababiki yuzingiz agar chuqur tozalanmasa, har kuni siz SPFlardan, BB kremlardan foydalanadigan bo'lsangiz, lekin tunda yaxshilab tozalab yotmasangiz, uyquga ketmasangiz, keyingi kuni foydalanadigan kremlaringiz yuzingizda bir tekis yotmaydi. Siz pat makiyaj bazalardan foydalaning, SPF BB kremlardan foydalaning, buni umuman foydasi yo'q. Shuning uchun sizlarga yuzingizni Atomy kompaniyasining 4 etapli foam cleanser, deep cleanser, peel off mask, peelinglari 4 etapli chuqur tozalovchi chiska naborlari bilan yuzingizni bir kun oldin tunda yaxshilab tozalab olishligini, bu haftada bir marta, haftada 2 marta bo'ladigan jarayon, tozalab olishlikni va albatta losion tonerlardan foydalanishlikni tavsiya qilaman. Men ertalab yuzimni foam cleanserdan penka bilan tozalaganimdan keyin birinchi qiladigan ishim 18 sekundning ichida tonerdan foydalanaman va undan keyin o'sha makiyaj qiladigan vaqtimga qarab turib, vaqti kelganda SPFlarimni va BB krem bazalarimdan foydalanaman. Hozirgi vaqtda o'zim foydalanayotgan, bahor keldi, terilar qurib, ajinlar, mayda ajinlar ko'payadi, bilimsiz. Mana shunday vaqtda men 4 etaplik ampuladan, Shinoji Ampoule vitamindan foydalanyapman. Sizlarga ham buni tavsiya qilaman. Kecha tunda mana birinchi etapi tugadi, birinchi haftaligi. Endi qolganini ishlataman. 3 haftalik turibdi.